Hürmetli vatandaşlık siyelen davamlaştırmaz. Bugünkü islahı 2021 yıl 7. ayının 9. günü hürmetli vatandaş. Endiki leksimiz mındak, mavzu mındak. Avrupa İttifakı parlamenti, Avrupa İttifakı a'za devlet başlıklarının Beijing'de ötküzülüdüğün kişilik olimpik murasimiga katnaşmaslığı doğrusu da yukarı avaz bilen kararlaya maqulladı. Mavzulu haber 7. ayının 8. günü Fransiya Xalqaro Radiosu Xitoy til programmasi e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlanadi. Avrupa İttifakı parlamenti haftaning 4. günü qaror loyiha ma'qullab, Avrupa İttifakı ve Avrupa İttifakı a'zo davlatlar davlat rahbarlari 2022 yili Beijing'de o'tkaziladigan qishloq olimpik murosimiga taklifnomani qabul qilmay rad qilib, Beijing doiralarining kishilik huquqi xiloflik qilganligi va bo'lib Hong Kongda kishilik huquqi buzg'unchilik qiladigan harakatlarga qarshi turmoqchi bo'ldi. Haftaning 4. kuni Avrupa İttifakı parlamenti Avrupa İttifakı davlat rahbarlariga yoki hukumat vakillari qatorida yoki diplomatiya amaldorlari bo'lsin, taklifnomani rad qilish, ya'ni Beijingdagi qishloq olimpikka qatnashish to'g'risida taklifnomani topshirib elishni rad qilish. 2022 yili Beijing'de o'tkazilgan qishloq olimpik to'g'risidagi qaror loyihani ovozga qo'yish 578 ovozdan qo'shilishi bilan ma'qullandi. 29 bilan qarshi ovoz berdi. 33 bilan huquqidan voz kechdi. Bu qaror loyiha Avrupa İttifakı komiteti, Avrupa İttifakı daimiy komiteti, Avrupa İttifakı a'zo davlatlar rahbarlari, Jungo hukumati, Hong Kong, Uyg'uriston, Tibet, Ichki Mong'oliya hamda Jungoning har qaysi joylarida kishilik huquqni yaxshilash tadbiri qo'llanmasa, Avrupa İttifakı davlat rahbarlari 2022 yili Beijing'de o'tkazilgan qishloq olimpik murosimiga qatnashishni rad qildi. Avrupa İttifakı qaror loyihasi Beijing doiralarining olmi gazetini taqaganligini, mol mulkini to'nglatganligi, olmi gazeti muxbirlar qo'lga olgan harakatlarni qattiq aybladi. Olmi gazeti Jungo doiralari olmi gazetining muxbirlarini qo'lga olgan harakatlarni qattiq aybladi. Qaror loyihada Jungo hukumatining aqalliy qoidalarni buzib tashlab, Hong Kong erkin jamiyatini betchet qilganligini, matbuot erkinligini oxirlashtirganligini, erkinlikni cheklaganligi qatorliq erkinlikni cheklaganligi qattiq ayblandi. Avrupa İttifakı parlamenti Hong Kongda doirlarning qo'lga ilingan muxbirlarni shartsiz qo'yib berish talab qildi va Avrupa İttifakı a'zo davlatlarning Jungo, Hong Kong munosabatli shirkatlar va shaxslarga embargo yurgizishiga haydakchilik qildi.